11 Sintebir Weqesining 18 yilida Uyg'urlar. Aptori Asiye Uyghur. 18 yil avvalgi bugungi kunda Amerikada dunyoni larzaga soladigan bir fojia yuz bergan bo'lib, bu fojia dal bir Uyg'ur qizimi ichida bo'lgan 3000 beguna kishining jiniga zamin bo'lgan 11 Sintebir terrorlik vaqasidir. Bu vaqaga ayni vaqtda butkul dunyo miqyosida nurg'un xalqlar qayg'urgan va afsuslangan edi. Ammo shu vaqtlardagi Xitoy axborotlariga diqqat qiladigan bo'lsak, bu vaqaga nisbatan nurg'un kishilarning Bin Ladenni qahramon deb sifatlashganini, Amerikaning bundaq bir vaqaga uchirganligidan nihoyatmi xush bo'lishganligini ko'ramiz. Undaqda nima uchun islom diniga e'tiqod qiladigan Uyg'urlarni ko'zlariga sig'dira olmaydigan Xitoylar Bin Ladenni qahramon hisoblaydi? Bu haqda shu yillardagi Uyg'urcha hukumat tor bekatlaridami 11 Sintebir vaqasi haqida nihoyatda ko'p xabarlar tarqatilgan. Aslida islom diniga e'tiqod qiladigan Uyg'urlarni yomon ko'radigan Xitoy hukumatining Falastinni izchil qo'llab kelishi, musulmon ellar bilan qo'yiq munosabat o'rnatishi va g'arb o'chmanligi jihatda musulmon davlatlar bilan o'xshash maydonda turishi albatta sababsiz emas. Sovet ittifoqining mahsuli bo'lgan aslidagi Xitoy Sovet Jumhuriyati va bugungi Junxo Xalq Jumhuriyati izchil Sovet kommunistlarining izini besib kelgan bo'lib, sobiq Sovetlar ittifoqining 2 dunyo urushidan keyingi tarixiga qaraydigan bo'lsaqmi, O'rta Sharqda nihoyatda cho'nqur yildiz tortganligini, O'rta Sharqdagi bir qism davlatlarning dal Sovet kommunist ideologiyasi bilan qurollanib, o'z mustaqillik kurashlarida g'alaba qilib, davlat qura olganligini ko'ramiz. Darvaqa, sobiq Sovet ittifoqi ayni yillarda Amerika qatorliq g'arb demokratik ideologiyasidagi davlatlarga qarshi turish uchun O'rta Sharqdagi islom ellari bilan birlik saf tuzgan va ularga iqtisod, harbiy kuch va qurol qatorliq nurg'un sohalarda yordam qilgan. Shundaqla O'rta Sharqdagi xalqaroliq terrorlik harakatlarining maydonga kelishida sobiq Sovet ittifoqi va kommunist ideologiyasi intayin cho'ng rol o'ynagan. O'z navbatida Xitoymo sobiq Sovet ittifoqiga o'xshashla davlat qurgandan keyin O'rta Sharq bilan qo'yiq aloqa bog'lab, g'arb demokratik qimmat qarashlarini uzil kesil mag'lub qilish va kommunist ideologiyasi orqali o'zining dunyoni bo'ysundirishdek yovuz niyatini amalga oshirish uchun izchil yili nayranglik diplomatiya o'yini o'ynagan va zo'r natijalarga erishgan. Boshqani qo'yib, Xitoy hukumatining 11 Sintebir vaqasini tutqi qilib, xalqaroliq terrorlikqa qarshi turish sepiga so'qinib kirvilishiga qarsaqmi, baxtsiz Uyg'ur xalqining terrorlik jinoyati bilan beguna ayblanib, 20 yilga yaqin bu uzun vaqtda o'rnini to'ldirg'isiz zo'r va qonliq badallarni to'lishi kishini bakmo ichindirdi. Gerçi bugungi kunda Amerika hukumati butkul dunyoga Uyg'urlarning terrorlik bilan aloqasi yo'qligini jakarlagan bo'lsa-mu, lekin bakmi kechikib kelgan bu jakarnoma millionlagan Uyg'urning jazo lagerlarida usti uchuq turmaga aylangan o'z vatanida
Xitoy davlat terrorligining qurboniga aylanayotganligidek bu ichinishli tragediyani to'xtatishga qodir bo'lolmayotidi. Bugun Uyg'urlar garchi o'z qismatlarining kelib chiqish sabablarini asta-asta tushunishga boshlagan bo'lsa-mu, lekin dunyo o'rtaq qimmat qarashlarga nisbatan yanala to'g'ri tunishga ega bo'lolmayotidi. Aslida dunyoda zo'ravonlik, buzg'unchilik, qo'rqitish qatorliq vositalar bilan jamiyatda qo'rqinish paydo qilib, jamoat bexatarligiga tahdid paydo qilib, kishilarning shaxsiy mulkiga ziyon selish yoki davlat organlari, xalqaro tashkilotlarni ishga selib, o'zlarining siyosiy muddasi, qimmat qarashlarini amalga oshirishni maqsad qilib elib berilgan har qanday harakatlar terrorlik harakati deb ataladigan bo'lib, Xitoy hukumati o'zi aslida davlat kuchidan foydalanib, Uyg'urlarga davlat terrorligi elib berayotgan eng cho'ng terrorchi edi. Ammo afsuslanarligi bu terrorchi tashkilot Uyg'ur xalqiga turli tuhmatlarni ortib va bu tuhmatlarni har xil vositalar bilan xalqarodagi terror tashkilotlariga bog'lash va ularni tan oldirish orqali xalqimizning haqliq kurashlarini terrorlik nomida yo'qotishga urinib keldi. Xalqaro nizomlardan, xalqaro vaziyatdan butunlay xabarsiz qoldirilgan Uyg'urlar Xitoyning bu buyuk xalqaro siyosiy qiltoqlarga osonla tushib, pak e'tiqodining Xitoyning o'zlarini ayblashga ishlatadigan eng unumli quroli bo'lib qoladiganligini asla tasavvur qilishmagan edi. Xitoyning xalqimiz ichida elib borgan g'arb o'chmanligimi intayin muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lib, Uyg'urlar hatto bu o'chmanlik tashviqotining kuchidan Xitoy bilan O'rta Sharq va islom dunyosi orasidagi bu sirliq munosabatlarning keynida har ikki tarafning g'arbni bo'ysundirishdan iborat bu nuqtada o'rtaqlik hosil qilganligini xiyoliga keltirishmagan edi. Aslida dushmaningning dushmani mening do'stim bo'lishi aqlga uyg'un bo'lsa-mu, ammo Uyg'urlarga kelganda dushmanimning dushmanimi mening dushmanim bo'lib qoldi. Ya'ni g'arb o'chmanligi jihatda Uyg'urlarning ko'p qismi Xitoy bilan o'rtaq qarashda edi. Halbuki dal bu xatolik Uyg'ur xalqini ig'ir badallarni to'lashga elib bordi. Xalqaroda jihadizmlik, terrorlik deb qaralganda, Uyg'urlar orasida jihadizmlik zulmdan qutulishning yo'li sifatida tashviq qilindi. Dunyoni musulmon va kafir deb ayirishning xato qarash ekanligi haqida dunyo xalqi o'rtaq qimmat qarashni shakllantirganda, Uyg'urlarga yanala bu qimmat qarashlar qabul qildirilmadi. Mana bugun Hongkongliklarning o'z haqlarini qo'lga olish uchun qilgan kurashlari va bu kurashlar jarayonida duch kelgan qismatlari, biz beshimizdan o'tkazgan shu qismatlar shundoqla bizning qarshilik harakatlarimiz bilan ro'shan selishtirma bo'lib, insoniy haqlarimizning dafsanda qilinganligini dunyoga to'g'ri anglatish uchunmi aql kerakligi va dunyo o'rtaq qimmat qarashlariga ergishishimizning qutulishdiki birdan bir va eng unumli yo'l ekanligini isbotlab berdi. Bugungi kunda vatan bilan umumyuzlik aloqamiz uzilgan va millat bo'yicha yo'qolish girdoviga berib qolgan bir paytda
aramızda öz qismatlarimiz ustida qayta o'ylanish to'lqini ko'tarildi. Demak, hayot mamatliq tanlash bizga qutulish yo'llari ustida to'xtamay izlanmakdan boshqa choramizning yo'qligini o'rgatgan edi. Mavjudlikni saqlash, yo'qab ketmaslik, uchirgan naqshilqlar uchun adolat talab qilish bizni buncha zulm ko'rishga majbur qilgan. Bizga turli qiltaqlarni qurib, insondek yashash haqqimizni butunlay elib tashlagan. Haqiqiy terrorchi Xitoy hokimiyatini uning jinoiy javobgarligini surishti qilish bilan jazoga tortish mumkinchiligi bor edi. Biz Xitoyni qilmishlari uchun jazoga tortishda albatta butkul dunyoning yordamiga muhtojmiz. Undaqda bu yordam nimadan keladi? Bu yordamni Uyghur xalqi, dunyodagi 95% xalq to'g'ri deb qaragan ishlarga ergishish, xato deb qaragan ishlarni ularga qo'shilib xato deyish bilan, qisqasi dunyo o'rtaq qimmat qarashlarga ergishish bilan qo'lga keltirdi. Undaqda dunyo o'rtaq qimmat qarashlar degan nima? G'arb falsafa va insonshunosligida qimmat qarash bo'lsa, chegara, irq, din va e'tiqod ayirmasdan insoniy vijdon va g'urur ustiga qo'yilgan qarash, insoniyat o'rtaq e'tirof qilgan qimmat qarash, ya'ni o'rtaq qimmat qarashlar hisoblanadi. Zulmdan qutulish yo'llari dal mush qarashlarni qabul qilish bilan boshlanadi. Dünya urushi oxirlashib, tinish davri boshlangandan buyon ezilgan va zulmga uchirgan millatlarga qilingan yordam dal mana mush qimmat qarashlarni qabul qilish asosida ro'yobga chiqqan. Oxirida 11-Sintebir vaqasi sabablik xalqaro terrorlikning qurboniga aylangan begunoh kishilarning ro'yiga duo qilish va ularning oila tavobatlariga yesdashligimni bildirish bilan birga menimi o'z ichiga olgan barliq Uyg'urlarning bu zulmdan tezroq qutulishini egimizdan tilayman. Tugidi. 2019 yil 11-Sintebir